Mana shu pravamni olish uchun men 2 oy avtoshkolaga o'qib chiqqanman. Lekin fevral oyida yangi chiqqan qonunga ko'ra endi avtoshkolaga bormasdan o'zingiz tayyorlanib ham prava olsangiz bo'ladi. O'zingiz tayyorlanishingiz uchun esa men sizga umuman reklamasiz 1200 ta yangi savolni o'z ichiga olgan va ularni tekin yechish imkoniyati bo'lgan oson prava degan ilovani topib qo'ydim. Endi har 10 ta testda reklama chiqib asabingiz buzilmaydi, pul ham to'lamaysiz. Bunaqa ilova hali hech qayerda ko'rmagansizlar. Chunki bu ilovani shunaqa fishkasi borki, masalan savol: qaysi transport vositasiga harakatlanish ruxsat etiladi? Agar savolga tushunmasangiz, pastida qoidasini o'qib ko'rishingiz mumkin. Agar qoidasiga ham tushunmasangiz, sizga audio formatda darslik qilib tushuntirib berilgan. Undan tashqari siz bu ilovada bemalol real imtihondan o'tishingiz, o'rtog'ingiz bilan tayyorlanib, u bilan bilimlaringizni oktagon degan bo'limi bor, o'sha bo'limda sinashingiz ham mumkin. Faqat bu fishkalarni ishga tushirish uchun ozgina to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. Lekin 1200 ta testni hammasini yechish uchun hech qanaqa pul so'ralmaydi. Bu ilovani yana bir qulayligi, uni bemalol App Store, Play Marketdan yuklab olishingiz va Telegram botidan ham foydalanishingiz mumkin. Bu yerda tayyorlangan 90% odamlar menga o'xshab bittada testdan o'tib prava olib ketyapti. Siz ham qayta imtihondan yiqilavermasdan bittada prava olib chiqish uchun tezroq oson pravani yuklab oling. Ilovaga havolani esa profilim biosidan topishingiz mumkin.